Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, men bekordan bekor story qo'ymayman, yomon narsani reklama qilmayman. Shogirdlar bilan zaldan chiqib keldim. Hijoma haqida sizlarga ozgina ma'lumot bo'ladi. Sportsmenlar uchun qanaqa foydasi bor, o'zlaridan eshitasizlar, ixtiyor ekan. Mana Sanjar ukamizdan постоянно biz kuzatamiz Instagramda faol. Bular trenirovkada kuchli nagruskada ishlaganligini hisobiga tanada qon tez quyilib ketadi. O'shaning hisobiga bularga maslahat beraman har doim, har oy kelib hijoma kurslarini olib turishadi. Tanadagi muskullarga ham juda foydasi kuchli. Tanada qon yaxshi aylanib, ham chizib tozalanadi organizm. Mani nomimdan kelsanglar, ixtiyoriga chiroyli narxlar qilib beradilar. Hozir ishlarini ko'rasizlar, o'zlarining ishlarini mutaxassislar. Video davomida ko'rib borasiz.